Yagona Alloh va hayotning maqsadi tasavvur qiling. Bir qator og'ir toshlar bir-biriga suyanib turibdi. Agar har bir tosh orqasidagi toshga suyanib tursa va orqadagisi ham boshqasiga suyanib tursa, barcha toshlar qulab tushadi. Ularning barchasini tik turishi uchun oxirida hech narsaga suyanmaydigan bir narsa bo'lishi kerak. Hammasini ushlab turishga yetarlicha kuchli, o'zi mustaqil turadigan va boshqa hech narsaga bog'liq bo'lmagan narsa. Koinotdagi hamma narsa xuddi shu toshlarga o'xshaydi. Xuddi har bir tosh tik turishi uchun boshqa toshlarga suyangani kabi, koinotdagi hamma narsa mavjud bo'lishi uchun ko'plab boshqa narsalarga muhtoj. Siz havo, suv va oziq-ovqatga bog'liqsiz. Oziq-ovqat yerga, yomg'irga va quyoshga bog'liq. Quyosh fizik qonunlarga bog'liq. Qayerga qaramang, bir narsa bir nechta boshqa narsalarga bog'liq ekanini ko'rasiz. Fan bu aloqalarni juda yaxshi tasvirlaydi. U bir narsa boshqasiga qanday bog'liqligini aytib beradi. Ammo u nima uchun butun toshlar qatori birinchi navbatda tik turganini tushuntirmaydi. U savolga javob bermaydi. Hammasini ushlab turish uchun nima yetarlicha kuchli? Buni tushunish uchun biz bog'liq narsalar zanjiridan tashqariga qarashimiz kerak. Hamma narsani ushlab turadigan, lekin o'zi suyanmaydigan va boshqa hech narsaga muhtoj bo'lmagan bir zot bo'lishi kerak. Barcha narsalarni ushlab turadigan, lekin o'zi hech narsa tomonidan ushlab turilmaydigan bu zotni biz Qodir Alloh deb ataymiz. Hayotning maqsadi, demak, Qodir Alloh bizni va atrofimizdagi hamma narsani yaratdi. Agar atrofga nazar solsak, har bir narsaning aniq maqsadi borligini ko'ramiz. Quyosh yerni isitadi va suvni osmonga ko'tarib, bulutlarni hosil qiladi. Shamol bulutlarni harakatlantiradi. Bulutlardan yog'ayotgan yomg'ir o'simliklarni o'stiradi. O'simliklar va hayvonlar insonlar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qiladi. Koinotda hech narsa tasodifiy yoki maqsadsiz ko'rinmaydi. Hatto jonsiz narsalarning ham maqsadi bo'lsa, mantiqiy savol tug'iladi. Nima uchun Qodir Alloh insonlarni yaratdi? Axir ular eng yuqori darajadagi aql va idrokka ega-ku. Bu savolga javob berish uchun Alloh insoniyatga o'z xabarini yetkazish uchun payg'ambarlarni yubordi. Odam, Nuh, Ibrohim, Muso, Dovud, Sulaymon, Iso va Yahyo payg'ambarlardan tortib oxirgi elchi payg'ambar Muhammad alayhissalomgacha har bir payg'ambar bir xil aniq xabar bilan keldi. Alloh insonlarni o'ziga ibodat qilish va itoat etishlari uchun yaratdi va bu dunyo hayoti bizning Allohga itoatimizning uzluksiz sinovidir. Bizning har bir amlimiz, so'zimiz, fikrimiz va niyatimiz farishtalar tomonidan yozib boriladi. O'lim lahzasi, sinov tugaydigan va natijalar ma'lum bo'ladigan vaqtdir. Kimki Qodir Allohga iymon keltirib yashagan va solih amallar qilgan bo'lsa, jannatda abadiy muvaffaqiyatga erishadi. Kimki inkor etgan va Qodir Allohni rad etgan bo'lsa, do'zax olovida abadiy azobga duchor bo'ladi. Biz haqiqatni qanday bilib olamiz? Ular o'zlaridan keyin Allohdan qabul qilib olgan ilohiy kitoblarni qoldirdilar. Barcha ilohiy kitoblar vaqt o'tishi bilan buzilib ketdi. Bundan Qur'oni Karim mustasno. U 1400 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, bugungi kungacha mukammal saqlanib qolgan. Ammo biz Qur'on haqiqatan ham Qodir Allohdan ekanligini qayerdan bilamiz? Keling, Allohning zaruriy sifatlari haqida o'ylab ko'raylik. U azaliy va abadiy, boshi va oxiri yo'q bo'lishi kerak. Agar u mavjud bo'lishni boshlagan bo'lsa, u mavjud bo'lishi uchun nimagadir bog'liq bo'ladi. Demak, u boshqa hech narsaga bog'liq bo'lmagan zot bo'la olmaydi. Agar u mavjudlikdan to'xtasa, u hamma narsa tayanadigan zot bo'la olmaydi. Chunki uning tug'ashi boshqa hamma narsaning ham tug'ashini anglatadi. Shunday ekan, Allohning boshi va oxiri yo'q. U yag'ona bo'lishi kerak.
Agar ikkita yaratuvchi bo'lganda edi, birining irodasi ikkinchisining kuchini cheklab qo'ygan bo'lardi va cheklangan zot Alloh bo'la olmaydi. Masalan, agar bir yaratuvchi quyosh chiqishini xohlasa, ikkinchisi esa uning botishini xohlasa, faqat bittasi muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Muvaffaqiyatsizlikka uchragani ojizdir va ojiz mavjudot hamma narsa tayanadigan Alloh bo'la olmaydi. U hech qanday jihatdan o'z yaratganlariga o'xshamasligi kerak. Agar u o'xshaganida edi, u ham xuddi ular kabi bog'liq, muhtoj bo'lar edi va u hamma tayanadigan zot bo'la olmas edi. Endi o'zingizdan so'rang, odamlar sig'inadigan barcha xudolar orasida qaysi biri ushbu mantiqiy mezonlarga mos keladi? Bu Qur'oni Karimni yuborgan Allohdir. 22-surada Alloh yagonadir. U tugmagan va tugilmagan va hech kim unga tang emas. Yagona Alloh hech narsaga muhtoj emas. Hamma narsa unga muhtoj. Abadiy, o'g'li yo'q, otasi yo'q. Yaratilganlardan butunlay boshqacha, sherigi yo'q, tangi yo'q. Qur'on Allohni aynan mantiq talab qilganidek tasvirlaydi. Bu tasodif emas. Bu Qur'oni Karim haqiqatan ham koinotning yaratuvchisi, qodir Alloh tomonidan yuborilgan kitob ekanligining isbotidir. Da'vat shunday qilib, biz sizni islomga, osmonlarni, yerni va borliqni yaratgan haqiqiy ilohga ibodat qilishga taklif qilamiz. Islomga kirish uchun chin yurakdan shunday deng: men guvohlik beramanki, Allohdan o'zga sig'inishga loyiq iloh yo'q va men guvohlik beramanki, Muhammad Allohning elchisidir. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Agar biz adashgan bo'lsak, siz 3 daqiqa yo'qotasiz. Agar biz haq bo'lsak, yuz o'girib ketish bilan siz tuganmas oxirat hayotida hamma narsani yo'qotasiz. Abadiy saodat eshigi keng ochiq. Siz kirasizmi?